Alloh taolo hammamizga kirib kelgan moh Ramazon oylarining sultoni bo'lgan, musulmonlarni ibodatga cho'miladigan, ibodat qilib ko'ngillari yayraydigan, iymonlari halovat topadigan, yana iymonlari ziyoda bo'lib Allohga muqarrablik hosil qiladigan Ramazoni Sharif ibodat mavsumi hammamizga muborak bo'lsin. Ushbu oy siz biz mo'min musulmonlar uchun Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilgan taqvo oyi, Robbimizga muqarrab bo'ladigan oy, gunohlardan poklanadigan oy. Alloh subhanahu va taolo bandalarini bu oy bilan gunohlardan yengillashlik, Alloh taologa qurbat hosil qilish, duolar qilib, oz amal qilishlariga nisbatan ko'p solih ajr savoblarni beradigan oy. Bir ma'noda barakot oyi, rahmat oyi. Mana juma namozlarida, juma kungi bo'lgan suhbatlarimizda ham bu oyning fazilatlari haqida suhbatlashdik. Ramazoni Sharif oyi shunday oyiki, arablarda qish mavsumi yakunida Ramazon degan bir yomg'ir yog'ar ekan. Uni Ramazon deb nomlashar ekan. Qish fasli chiqishidan ozgina oldin bahordan avvalroq yog'ar ekan. Mana shu yomg'ir yog'ganda yerga sizib yog'ar ekan. Sel bo'lib, jala bo'lib quymas ekanda, yerga sinadigan bo'lib yog'ar ekan. Mana shu yomg'irdan keyin dehqonlar o'zlarini ekkan ekinlarini, daraxtlarini xosatan ildizini kovlab ko'rishar ekan. Ildizga suv tegib, nam urib, agar nish urib amali bo'lsa, o'sha daraxtni qoldirar ekan. Agar shu yomg'irdan keyin ham unib o'smasa, unda bir amal ko'rinmasa, uni tegi bilan chopib o'tinga topshirar ekan. Bu yomg'irning otini Ramazon der ekan. Nimaga bunday deyiladi desa, chunki ho'l bilan quruqni ajratadigan yomg'ir ekan. Ho'l bilan quruqni ajratadi. Mo'min musulmonlar uchun ham mana bu Ramazon ho'l bilan quruqni ajratadigan oy hisoblanadi. Kim iymonda mustahkam, kim taqvoda mustahkam, kim Ramazon oyi kelishi bilan iymonni yana mustahkam qildi, kim yana ibodatidagi kamchilikni to'latib oldi, kim yana mana shu Ramazon oyi kelgan bilan Ramazon oyida tavba tazarru qilib qoldi, Allohga qurbat hosil qildi, ho'l bilan quruqni ajratadigan oy. Alloh taolo bandalarini ajratadi. Yaxshi bilan yomonni. O'sha yomon inson bilan yaxshini Alloh taolo ajratadigan oy. Mo'min payg'ambar alayhisolatu vassalam shuning uchun ham kimniki agar Ramazon oyiga yetsa, Ramazon oyi kelishligi bilan o'zini jahannamdan saqlab olmasa, shu imkoniyatdan foydalanib qolmasa, u odam xor bo'lsin dedilar. Shunday Ramazon oyi oz fursat, ozgina amaliga ko'p savob, duolar mustajob, gunohlar kechiradigan, shaytonlar vasvasa qiladigan shaytonlar kishanlangan, ibodat qilish uchun muhlat, muddat, oz amalga ko'p savob, gunoh qilishlikka insonda rag'bati yo'q bo'lgan shunday bir fursatdan foydalana olmagan mo'min inson Alloh asrasin endi xor bo'lsin debdilar-da. Shuning uchun bu oy bir ma'noda siz biz mo'min musulmonlar uchun ibodat mavsumi oyi. 11 oy o'zimiz bilamiz, Alloh biladi. 11 oy nima qilganimiz o'zimizga havola. Nafsimizni tarbiyalaydigan oy keldi. Nafsimizni jilovlab qo'yadigan tashqi shaytonlardan Alloh taolo himoya qilib qo'ygan oy keldi. Bu oy bir oy juda ham tez o'tadi. Shuning uchun bu oyni juda ham g'animat bilaylik. Ibodatlarda, xatm Qur'onlarda ko'radigan futbolingiz ertadan keyin bor yana, lekin Ramazon qaytib kelmaydi. Hayolingizni bir joyga qo'ying. Xatm Qur'onni ixlos bilan tinglang. Kelgan vaqtimizda ixlos bilan qadam bosib kelaylik. Avval muqaddam har xil behuda qadamlarga Alloh kafforat qilsin qadamlarimizni. Payg'ambar alayhisolatu vassalam bir mo'min inson, bir namozxon uyidan tahorat olib Allohning baytiga qadam bosib kelsa, Alloh subhanahu va taolo u bandani har bir bosgan qadamiga Alloh taolo bir darajatni beradi. Har bittasiga. Va har bitta qadamimizcha Alloh uni gunohini kechiradi dedilar. Har bitta qadamimizcha. Va ketishida ham xuddi shunday dedilar.
Demak, mana bu biz uchun qancha uzoqdan kelsak, payg'ambar alayhisalom kishini dedilar, Allohning baytiga bosadigan qadamini savobi uning olisdan kelishiga qarab turib beriladi dedilar. Kim qancha uzoq olisdan qadam bosib kelsa, unga beriladigan savob ham shuncha bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam davrlarida uzoqda turadigan sahobalar masjidni oldidan yaqin joylardan uy sotib olishni boshladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ajablandilar. Voy, qadamlaringizga beriladigan savobdan o'zingizlarni mahrum qilmoqchimisizlar? Nega uzoqda imkoniyat turib yaqindan joy olasizlar deb qaytanga ularni o'zlarining uylarida qolishligini buyurgan ekanlar. Qancha olisdan kelsangiz shuncha savobi ko'p bo'ladi Allohning baytiga deb payg'ambar alayhisolatu vasallam hatto shu ta'kidlagan ekanlar. Demak, inshaalloh mana xatm Qur'onlar hamma masjidlarimizda bir xil vaqtda, bir xil yo'sinda inshaalloh davom etadi. Xatm Qur'onga ixlosimiz shunday bo'lsinki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam har Ramazonda Qur'onni Jabroil alayhisolatu vasallamga o'zlari yodlab aytib berganlar, o'qib berganlar. Bir oy davomida xatm qilganlar. Shu sunnat bo'lgan. Oxir vafot qiladigan yillarida 2 marta xatm qildilar. 2 marta Jabroil alayhisolatu vasallamga o'tkazganlar. Qur'oni Karim, uni oyatlari, uni ichidagi buyruqlari Alloh subhanahu va taoloning oldida bandani ibodat qilishlik ma'naviy bo'lsa, uni tilovati ham ibodat. Unga somiy bo'lishlik ibodat. Hech qaysi bir kalom yo'qki, hech qaysi bir kitob yo'qki, o'qilsa savob olinadigan. Bitta mana shu ilohiy kitob, hattoki ulug'larimiz aytadilarki, tushunmasa-da eshitib savob oladigan, tushunmasa-da o'qib savob oladigan yagona kitob Qur'oni Karim. Tushunmasmiz, bilmasmiz, lekin uni tinglashligimiz o'zi, o'qishligimiz o'zi inshaalloh har bir harfiga namozda turib o'qilgan, ulug'larimiz aytadilarki, namozda turib o'qilingan har bir kalom uchun, har bir Qur'ondagi oyat uchun, har bir harf uchun savob bor, har bir harfi uchun. Shuning uchun namozdan tashqari o'qilingan Qur'on bilan namozning ichida o'qilingan Qur'onning savobi ulug' hisoblanadi. Xatm Qur'onlarni biz shunday tinglaylikki, payg'ambar alayhisolatu vasallam Qur'onga somiy bo'lguvchi, ixlos bilan Qur'onni eshitguvchi go'yo uni o'qigan kabidir deganlar. Qur'onga somiy bo'lib turamiz, eshitib turamiz, qori o'qiydi. Qori Qur'on o'qishligi bilan qancha savobga erishsa, unga ixlos bilan somiy bo'lgan, quloq tutib turgan inson ham savobda bir xil debdilar. Shuning uchun shuni umid qilaylik. Hech bo'lmaganda o'qib ba'zilarimiz xatm Qur'on qilishlikka imkoniyatimiz yo'qmi? Qur'oni Karimni hech bo'lmaganda qorilarimiz orqasidan eshitib, xatm Qur'onlikni, ya'ni Qur'onning haqqini ado qilishlikni niyat qilaylik. Boshidan avvaligacha qoldirib ketadigan joylarimiz bo'lsa, albatta uni to'ldirib qo'yishligini harakatda bo'lishligimiz kerak. Mana inshaalloh xatm Qur'onlar o'qilar ekan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qildilarki, Hazrati Abu Sa'id al-Hudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Qaysi Alloh taolo hadis qudsiyda dedi deydilar. Payg'ambar alayhisolom aytadilar. Alloh taolo dedi, qaysi bir bandamni agar Qur'on o'qishlik va meni zikr qilishlik uni mendan so'raydigan narsalardan mashg'ul qilib qo'ysa, Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lyapti, Qur'onga somiy bo'lib turibdi, Allohni zikr qilyapti-yu, Alloh taolodan qo'lini ochib so'rashlikdan haligi duolari, xatm Qur'onlar, Qur'on tilovatlari uni mashg'ul qilib qo'yapti, so'ralmayapti. O'sha bandamga deydi Alloh taolo, o'sha Qur'onga mashg'ul bo'lgan, meni zikrim bilan mashg'ul bo'lgan bandamga so'raguvchilarga beradigan narsamni afzalini ato qilaman deydi Alloh. Biz xatm Qur'onda turibmiz, Qur'onga somiy bo'lyapmiz. Shu turishimiz o'zi Alloh taoloni zikr qilishligimiz. Allohdan so'raydigan narsani so'rovlardan afzalini Alloh taolo ato qiladi. Xatm Qur'onda turgan vaqtimizning o'zi duodan iborat. Ulug'larimiz aytgan ekanlarki, kimki agar Qur'oni Karimni o'qisa, Qur'oni Karimni boshidan avvalidan oxirigacha o'qisa, Qur'oni Karimda banda Alloh subhanahu va taolodan dunyo va oxiratda nima yaxshiligini so'rash kerak bo'lsa, hamma yaxshiligini Allohdan so'rabdi degan ekanlar. Hamma yaxshiligini so'rabdi agar u Qur'onni avvalidan oxirigacha o'qisa.
Qur'onni avvalidan oxirigacha o'qigan banda Alloh taolodan dunyo va oxiratda nimadan panoh so'rash kerak bo'lsa, hamma narsadan panoh so'rab bo'pti degan ekanlar. Mana qarang, Qur'oni Karimni xatmiga somiy bo'lish mana shunday savob. Biz nima so'raymiz? Bola chaqa so'raymizmi? Moli dunyo so'raymizmi? Sog'lik so'raymizmi? Farzand so'raymizmi? Ilm so'raymizmi? Amalmi? Rizqmi? Jannat so'raymizmi? Payg'ambar alayhisalom bilan birga bo'lish, baxtini so'raymizmi? Shu xatmini o'zida qalbimizdan o'tkazib turishligimiz qo'limizni ochib duo qilgandan afzal duo hisoblanadi. Xatmi Qur'onda esimizni boshqa joylarga qaratib, har xil xayol bilan emas, shu zikr bilan, Qur'onga somiy ixlos bilan turilsa, Qur'oni Karimda Alloh taoladan nimadan so'rash kerak bo'lsak, Alloh hammasini ijobat qiladi, Alloh beradi. Yana ulug'larimiz aytdilarki, men Alloh taolo qalbimga shu narsani soldiki deydilar. Kimiki agar debdilar, kimiki agar Allohga so'zlamoqchi bo'lsa, Alloh taologa o'zini dardini doston qilmoqchi bo'lsa, namoz o'qisin debdilar. Kim agar Allohga gapirmoqchi bo'lsa, u namoz o'qisin. Chunki Alloh subhanahu va taologa bandani eng yaqin muhlati, eng yaqin vaqti bu namozdadir debdilar. Kim agar Allohga gapirmoqchi bo'lsa, namoz o'qisin. Kim agar Allohdan gap eshitmoqchi bo'lsa, Qur'on o'qisin degan ekanlar. Qur'on. Kim agar Allohning kalomini eshitmoqchi bo'lsa, Allohni unga gapirishligini xohlamoqchi bo'lsa, Qur'on o'qisin. Endi qarang, shu xatmi Qur'onda hozir ikkalasi ham bor. Ham namoz o'qiymiz, namoz o'qiganimizda Alloh bizni, bandam nima deysan? Alloh subhanahu va taoloni bizga gapirishini xohlaymiz, xatmi Qur'on. Qur'on tinglaymiz. Demak, shu o'qiladigan xatmi Qur'onlarimizda ikkalasi ham mujassam. Ikkalasi ham bor. Qaysi bir mu'min banda xatmi Qur'onda bo'lar ekan, Alloh subhanahu va taologa gapiradi. Alloh subhanahu va taolo unga gapiradi Qur'on bilan. Alloh hammalarimizga mana shunday ulug' ne'matni, yaxshi ham Alloh taolo shunday ibodatlarga buyurgan. Yaxshi ham Alloh subhanahu va taolo siz biz mu'min musulmonlarga yo'lboshchi payg'ambarlar orqali, o'zini habibi orqali mana shunday namozlarni bizlar uchun sunnat qilgan payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga durud va salovatlarimiz bo'lsin, salomlarimiz bo'lsin. Bu ibodatlarimiz bilan Alloh taologa yanada qurbat hosil qilishligimizda hammamizga Alloh tavfiq bersin, kuch-quvvat bersin, sabr qanoat bersin. Allohning baytiga uzoq yaqinlardan qadam ranjida qilib keldik. Alloh qadamlarimizga hasanatlar ato aylasin.